Hürmetli kuzatuvchilarimiz, Bağat aka-uka avtosavdo kanali obunachilari. Bizlardan ko'p podpischilarimiz, obunachilarimizdan talablar bo'ladi. Mexanika korobkani kam yurgan variantidan yo'qmi deb so'ravadilar oqsvetimdan. Men sizlar uchun mashinamizni topib kelib qo'ydik. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz shunday chiroyli, yumshoq bo'liblar hamda qilgan chiziqlari bilan turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz 2021-yil 7000 kilometrlar bosib turibdi masofalari. Holatlar idealni, kuzovunda hech qanday defekt, kraskasi yo'q, qirchilgan sarafina joylari yo'q, vakuumda chiqqan unday narsalar yo'q. Mashinamiz hattoki shu buferlarni, bamperlarni rodnoy ko'rib o'tishlaringiz mumkin. 2021-yil mashinamiz. Mashinamizning kuzovlari ham, texpasportlari ham 2021-yil. Salon holatlari ham idealni mashinamizning. Sizlarga motor, kuzov taraflaridan yana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bagajliklarni ham, motor holatlarini ham. Kilometrlar 7200 kilometr. Materiallar metkalarında turibdi. Qilafillari ochilmagan, kuchalar ham ochilmagan. Metan gazlar mavjud. O'zini rodnoy zavodskoy akkumulyatorlarida bezlari ham bor, bez tormozlar. 2021-yil mashinamiz sosteniyalari yangi bo'lib turibdi. Salon holatlarini esi gitmagan mashinamizdan. Metan gazlari bor. Zapaskiler yere düşmeyin. Maşinimizde. Maşin haletler dımzor. Şu kiyizler hem çötçü olup katlı olup tuttu yine maşin. Maşinimiz sizler için, abonachilarimiz için 145 milyon so'm qilib qo'ydik. Metan gazi bor, kraskelar 100% toza. Boshlang'ich 41 milyon bilan kreditga chiqadi. 3.200 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. Mashinamizda barter, kredit, naqd pul asosida xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Mashinamiz Bağat aka-uka avtosavdo salonimizda sotuvda turadi. Kelib ko'rib, bemalol savdolashib olib ketishlaringiz mumkin. Pastdan nomer qoldiramiz. Bizlar bilan aloqa qilsangizlar yana batafsil mashinamiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Rahmat kuzatuvchilarimiz.